Armanistonga yolg'iz sayohat qildim va bugun bu sayohatim haqida sizlarga gapirib beraman. Avvalo, men Shirak aviakompaniyasi bilan uchdim. Endi ushbu aviakompaniya Toshkentdan Yerevanga to'g'ridan-to'g'ri reyslarni amalga oshirmoqda. Eng qulay tomoni shundaki, parvoz atiga 3,5 soat davom etadi. Parvoz vaqtida yo'lovchilarga suv, choy va qahva kabi ichimliklar taklif qilinadi. Ovqat esa pullik. Borddagi menyudan o'zingizga yoqqan taomni tanlab, alohida xarid qilishingiz mumkin. Ha, aytgancha Toshkent-Yerevan-Toshkent chiptasi menga $330 ga tushdi. Umuman olganda, parvoz juda qulay va xotirjam o'tdi. Samolyot kechqurun soat 7 da Yerevanga qo'ndi. Aeroportda o'zimga Yandex taksi chaqirdim va mehmonxonamga yo'l oldim. Booking orqali o'zimga mehmonxonani bron qilgan edim va mehmonxonaning nomi Level Apart Hotel. 6 kecha uchun narx $470 bo'ldi. Yerevandagi mehmonxonamni hozir sizlarga ko'rsataman. Mana shunday Apart Hotelga joylashdim. Yerevanni markazida joylashgan. Shunday qilib men uxlashga yotdim va Armanistondagi sayohatimga kuch yig'dim. Ertalab esa Yerevandan Gyumri shahriga yo'l oldim. Bu shahar poytaxtdan taxminan 2 soatlik masofada joylashgan. Nega aynan Gyumrini tanladim? Chunki u Armanistonning eng go'zal va o'ziga xos shaharlaridan biri hisoblanadi. Shahar o'zining qadimiy ko'chalari, qora tuf toshdan qurilgan binolari va sokin muhiti bilan darrov e'tiborni tortadi. Gyumri shahri shu bilan mashhurki, Sovet davrida suratga olingan ko'plab mashhur filmlar aynan shu shaharda tasvirga olingan. Gid bilan Gyumri shahrini aylanib yurganimizda bizni bir buvijon o'z uyiga mehmonga taklif qildi. Buvijon uyda bizni mehmon qilib, bizga kofe ham damlab berdi va ular bilan juda qiziqarli suhbatlar qurdik va maza qilib o'tirdik. Gyumri shahriga kelsangiz, siz albatta tatib ko'rishingiz kerak bo'lgan taomlardan biri bu kalla, mol yoki qo'y boshidan tayyorlanadi. Go'sht tandirda 6-8 soat davomida past olovda pishiriladi. Bu armanlarning an'anaviy taomlaridan biri. Gyumri shahri menga juda ham yoqdi. Agar Armanistonga kelsangiz, albatta bu shaharga tashrif buyuring. Men esa butun kunimni shu yerda o'tkazib, Yerevanga yo'l oldim. Ikkinchi kunim Armanistondagi eng mashhur bayramlardan biri Vardavar bilan boshlandi. Bu bayramda yosh va qari, tanish yoki notanishning farqi yo'q. Hamma bir-birini suv bilan ho'llaydi. Eng qizig'i, hech kim bundan xafa bo'lmaydi. Aksincha, odamlar kulib, bir-biriga omad va baxt tilashadi. Men ham bu bayramning bir qismiga aylandim. Ko'chada ketayotganimda ustimdan bir chelak suv quyishdi. Avvaliga biroz hayron bo'ldim, keyin esa o'zim ham suv olib, atrofdagilarni ho'llay boshladim. Agar Armanistonga kelsangiz, bu bayramni albatta ko'rishni tavsiya qilaman. Bu bayram har yili iyul oyida o'tkaziladi.
Bayramdan so'ng men Armaniston tarix muzeyiga bordim. Muzey juda katta va qiziqarli ekan. Bu yerda Armanistonning 1000 yillik tarixi bilan tanishish mumkin. Qadimiy buyumlar, milliy liboslar, qurol aslahalar, sopol idishlar va tarixiy eksponatlar juda ham ko'p. Keyin esa men Yerevan ko'chalarida sayr qildim. Shahar markazida juda ko'p chiroyli binolar, haykallar va zamonaviy san'at obyektlarini ko'rish mumkin. Har bir ko'cha o'ziga xos muhitga ega. Kafelar gavjum, ko'cha musiqachilari chiqish qiladi. Sayohatchilar esa kechki Yerevanning go'zalligidan zavqlanadi. Armanistondagi 3-kunim mamlakatning eng go'zal maskanlaridan biri Tatevga sayohat bilan boshlandi. Men ekskursiya guruhi bilan yo'lga chiqdim. Tur narxi $24 edi va bu narxga transport hamda gid xizmati kirardi. Yo'ldagi birinchi bekatimiz Shaki sharsharasi bo'ldi. Bu Armanistonning eng mashhur tabiiy diqqatga sazovor joylaridan biri hisoblanadi. Esa sayohatimizning asosiy nuqtasi Tatev tomon yo'l oldik. Yo'l davomida ko'rgan tog'lar va daralar shunchalik go'zal ediki, derazadan ko'zimni uzolmadim. Har tomonda ulkan qoyalar, yashil vodiylar va cheksiz tog' manzaralari ko'rinib turardi. Agar siz tabiatni yaxshi ko'rsangiz, bu yo'lning o'zi ham alohida taassurot qoldiradi. Tatevda biz birinchi bo'lib Tatev monastirini ziyorat qildik. Bu monastir 9-asrda qurilgan bo'lib, Armanistonning eng mashhur tarixiy va diniy yodgorliklaridan biri deb hisoblanadi. Monastir baland qoya ustida joylashgan va uning atrofi ulkan tog'lar hamda chuqur daralar bilan o'ralgan. Tatevda biz eng mashhur Wings of Tatev kanat yo'liga chiqdik. Bu dunyodagi eng uzun qaytarma kanat yo'llaridan biri bo'lib, uning uzunligi 5 kilometr. Yo'l taxminan 12-15 daqiqa davom etadi. Butun vaqt davomida siz go'zal tabiatning ustidan uchib o'tasiz. Shu bilan Tatevga bo'lgan ekskursiyam ham tugadi va biz Yerevanga qaytdik. Armanistondagi navbatdagi kunimda men Dilizanga sayohat qildim. Bu ekskursiya davomida biz Armanistonning eng go'zal tabiiy maskanlari
va qadimiy monastirlarini ko'rdik. Dilijan ko'pincha Armanistonning Shvetsariyasi deb ataladi. Buning sababi juda oddiy. Bu yerda baland tog'lar, qalin o'rmonlar, toza havo va nihoyatda chiroyli tabiat bor. Yo'l davomida derazadan qarab yashil tog'lar va o'rmonlardan ko'zimni uza olmadim. Sayohatimizning birinchi bekati mashhur Sevan ko'li bo'ldi. Bu Kavkazdagi eng katta suvli ko'llardan biri hisoblanadi va dengiz sathidan 1900 metr balandlikda joylashgan. Suvi juda tiniq va moviy rangda bo'lib, atrofdagi tog'lar bilan birgalikda ajoyib manzara hosil qiladi. Bu yer Armanistonning eng mashhur sayyohlik maskanlaridan biri deb hisoblanadi. Keyin esa yo'limiz Dilijan shahri tomon davom etdi. Bu shahar sokin muhiti, toza havosi va o'rmonlari bilan mashhur. Dilijanda sayr qilayotganda o'zimni go'yo ertakdagi shaharchada yurgandek his qildim. Ekskursiya davomida biz Xaggartsin monastirini ham ko'rdik. Bu Armanistonning eng mashhur monastirlaridan biri bo'lib, u 10-asrlarda qurilgan. Monastir zich o'rmon ichida joylashgani sababli yanada sirli va sehrli ko'rinadi. Keyingi bekatimiz Goshanavang monastiri bo'ldi. U 7-asrda bunyod etilgan bo'lib, Armanistonning eng muhim diniy va madaniy markazlaridan biri deb hisoblanadi. Shu bilan Armanistondagi 4-kunim ham tugadi va biz Yerevanga qaytdik. Armanistondagi navbatdagi kunimda men Toshlar simfoniyasi va Garni ibodatxonasiga ekskursiyaga bordim. Toshlar simfoniyasi Armanistonning eng noodatiy tabiiy mo'jizalaridan biridir. Bu yerdagi baland bazal ustunlar ulkan cholg'u asbobiga o'xshaydi. Keyin esa biz Armanistondagi eng mashhur tarixiy yodgorliklardan biri bo'lgan Garniga bordik. Garni 1-asrda qurilgan bo'lib, mamlakatdagi saqlanib qolgan yagona Yunon-Rim uslubidagi butparast ibodatxonadir. Garni hududida sayr qilib, qadimiy ustunlar va tarixiy me'morchilikni tomosha qildim. Ekskursiyamiz davomida biz uchun yana bir qiziqarli tadbir tashkil qilindi. Arman milliy lavashini tayyorlash bo'yicha mahorat darsi. Shu bilan Armanistondagi sayohatim o'z nihoyasiga yetdi. Agar sizlarga qiziq bo'lgan bo'lsa, bizga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Ko'rishguncha xayr.